Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda biz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ish maydonini yaratib olamiz. Buning uchun bizga, demak, o'tgan darsda ko'rganimiz VirtualBox programmasi bizga yordam beradi. VirtualBox programmasida birinchi holatda ish maydonimizdagi ishchi stansiyalarni, misol uchun foydalanuvchilar kompyuterlarini hosil qilib olishimiz kerak. Faraz qilamiz, bizda hozir model bor. Bu modelimizga ko'ra mana e'tibor beramiz. Bizda mana shu tarmoq modeli bor. Bu bizning ishchi maydonimiz bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni query control bu bizning firewallimiz, web server, talaba, xodim yoki administrator foydalanuvchilar va o'sha tarmoqqa xizmat ko'rsatuvchi, demak tarmoqda bor, Active Directory bor. Domen ko'taramiz bu yerda. O'sha tarmog'imizda, misol uchun tashkilotimizda qanaqadir web server ko'tarilgan. Demak bizda umumiy hisobda bitta 2 demak 4 5 6 ta stansiya kerak, ishchi stansiya kerak. Mana shu ishchi stansiyalarni hosil qilamiz. Hozirgi holatimizda endi VirtualBoxda umuman ishlamagan foydalanuvchilar bo'lishi mumkin, talabalar bo'lishi mumkin, o'rganayotganlar. Birinchi o'rnatishni boshlaymiz, hosil qilishni boshlaymiz. Mana shu talaba, xodim va administrator ishchi stansiyalarini hosil qilishdan boshlaymiz. Buning uchun nima qilamiz? Biz ko'rdik o'tgan darsda. Mana bizda VirtualBox programmasi bor. Mana shu programmada biz, demak, ishchi stansiyani hosil qilamiz, ya'ni foydalanuvchi kompyuteri. Foydalanuvchi kompyuterida Windows 7 o'rnatilgan, barcha xodimlarning kompyuterida Windows 7 o'rnatilgan. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Demak, o'sha operatsion sistemani, ya'ni Windows 7 operatsion sistemasini, demak, obrazi ISO formatdagi obrazi kerak bo'ladi. Bu Windows operatsion sistemasida, ya'ni mana bu ishchi muhitda hozir ishlab turgan oynam Windowsda turibdi. Bu oxirgi dars bo'ladi. Misol uchun e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ayni ko'pincha Mac ishlatganim uchun mana Macda VirtualBoxning ko'rinishi qanaqa? Bunda ham xuddi shunaqa, mana xuddi shunaqa ishchi maydoni. Faqatgina misol uchun qanaqadir hozir menyularda sal farqlanishi mumkin. Bu narsalarni hozir ko'rib o'tamiz. Windowsdagi VirtualBoxni ko'ramiz mana. Buning uchun nima qilamiz? Yangi ishchi maydonni yaratish uchun nima qilamiz? Tak, sozdat bo'limiga kiramiz. Bu yerda Windows 7 deb yoki bo'lmasa talaba kompyuter bo'lgani uchun mana talaba deb yozamiz. Dalее. Buning uchun biz demak operativ xotira tanlaymiz. Bu virtual kompyuter bo'ladi. O'sha ishchi maydonimizda virtual kompyuter bo'ladi. Bu avtomatik tarzda 2 GB operativga ajratildi. E'tibor bering, kompyuterda 8 GB operativga turibdi. Demak, siz virtualga hosil qilganingizdan keyin mana shu 2 GB ni sizni kompyuteringizga real operativ xotiradan talab qiladi. Mana shu narsani demak qo'ydik. Keyingisi sozdat новый виртуальный жесткий диск bo'limini tanlaymiz. VDI. Keyingisi asosiy kurs e'tibor qaratish kerak bo'lgan joylardan bittasi dinamический fiksirованный turibdi. Siz fiksirованный qilib qanaqadir 40 GB joy ajratishingiz mumkin. Keyinchalik o'sha VirtualBoxda qanaqadir programma yoki qo'shimchalar o'rnataman desangiz, agarda o'sha siz 40 GB tanlab qo'ygan bo'lsangiz, o'rnatadigan ma'lumotlaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, fiksirованный tanlash maqsadga muvofiq emas. Bu dinamikda sizga misol uchun 80 GB lik yoki 100 GB mi bu avtomatik ravishda o'zgarib boraveradi. Bu albatta bu real kompyuteringizga bo'sh joydan foydalanishni boshlaydi va shunga yarasha bo'sh joy bo'lish talab qilinadi. Ya'ni misol uchun sizga 80-90 GB joy kerak, lekin kompyuteringizda bor 40 GB bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun qancha bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa, ehtiyoj tug'ilaversa, shu narsani bo'sh joyingizdan olaveradi. Dinamический tanlab daleni bosamiz. Demak, 32 GB bosamiz, tanlaymiz. O't talaba tanlandi. Xuddi shu narsa, mana xuddi shu narsani mana tanlab bo'ldik. Endi настроить bo'limiga kiramiz. Настроить bo'limida kirganimizdan keyin e'tibor beramiz. Demak, носители bo'limida kirganimizda mana e'tibor beringlar, talaba VDI boya yaratilgan virtual жесткий disk, ya'ni virtual hard bu. Mana bu yerda e'tibor bering, sizda case bor. Mana real holatda kompyuter olib kelganingizdan keyin nima qilasiz? Flash yoki disk bilan o'sha kompyuterda qanaqadir Windowsni ustanovka qilasiz. Bizda ham xuddi shunaqa. Mana bu yerda pusta degan joy turibdi. Bu sizning diskovodingiz. Mana shu diskovodga biz diskka tiqishimiz kerak. Bizda disk qaysi? Ya'ni mana bu virtualniy obraz, ya'ni ISO formatdagi obraz. Mana shu narsani demak diskovodga kiritishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana pustani tanlaymiz. O'ng tomonda ekranda diskni belgisi turibdi. Mana shu yerda demak выбрать
tanlaymiz. Bizda рабочий stolda turibdi. Рабочий stolda mana demak Windows 7 ni tanlaymiz. Open. Живой CD и горячая замена tanlab qo'yamiz. Bu bo'ldi. Так, ana protsessorni ko'rishingiz mumkin. Protsessorni necha yadr qilishingiz, misol uchun ikkita yadrga qilib qo'yishingiz mumkin. Mana okey. Bu narsani tanlab, mana tanlaysiz. Endi qaranglar, mana shu tanlash jarayonni endi umuman mana shu VirtualBox hosil qilinish jarayonini endi Mac'da ko'rsataman. Demak, Sozdat Windows 7 продолжить. Demak, operativkasi 2 GB. Demak, bu jarayonda 2 yetarli, 32 GB. Mana Sozdat. Так. Sozdat VDI dinamический. Xuddi o'sha jarayon 32 GB yetarli. Вот bo'ldi. E'tibor bering, mana nastroyt bo'limi farqli jihati boyaga mana e'tibor bersangiz, bu yerda nastroyt bo'limida menyular, ya'ni asosiy tablar bu tepada turibdi. Windows 7 da VirtualBox'da shu narsa yon tomonda. Keyingi darslarimda men основной programmani hammasini demak Mac'da ko'rsataman. Qanaqadir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, shu narsani esda qoldirsangiz bo'ldi. Bizning ishchi maydonimizda asosiy tak. Demak, mana Windows 7 ni tanladik и mana носитель bo'limiga o'tamiz. Mana pusta и bu yerda tanlab выбрать образы. Так, bizda рабочий stolda OS Images bo'limida turibdi. Windows 7 ni tanlayman. Живой и okey. Mana okey. Mana tanlandi. Bu narsani endi Windows ham xuddi shunaqa tanlanganidan keyin mana запустить knopkasini bosib o'rasiz bo'ldi. Endi bu Windowsda hozir ishlamasa ham bo'ladi. Endi to'laligicha Mac'da ko'rsataversam ham bo'ladi. Bu yoq farqli jihati yo'q. Bu programmani настройка qilib bo'ldik. Endi mana shu virtual Windows o'rnatishni boshlaymiz. Virtual qurilmada. Вот, agar Windows o'rnatgan bo'lsanglar, bilasizlar, bu jarayondan xabarlaringiz bor. Ne ko'rgansiz? Endi men asosan operatsion sistemalarni ingliz tilida ishlataman. Ingliz tilidan tanladik. Tak, mana install. Windows 7 misol uchun 64 razryadlik, Ultimate, Accept, Next и Custom, Upgrade, обновление и полная установка bor bu yerda. Mana biz boya 32 GB ajratgan virtual diskimiz. Endi bu jarayonni tugashini kutamiz. Bu jarayonda tegmay turamiz hech qanaqa knopkaga. Demak, mana bu oyna chiqdi. Bu oynada demak foydalanuvchining nomini yozishimiz mumkin. Misol uchun talaba. Paroli 123 123 и это подсказка, hint. Litsenziya yo'q. Bu narsani o'tkazib yuboramiz. Accumulator +5 tanladik. Hozir yuklansin. Mana o'zimiz biladigan Windows 7 operatsion sistemasi o'rnatildi. Parol teramiz, kiramiz.
Okey. Endi bu narsani kompyuter parametrlarini e'tibor beramiz. Properties test bo'limida mana 2 GB operativka turibdi. Endi buni bemalol nima qilishimiz mumkin? O'chirishimiz mumkin. X ni bosib chiqib ketganda okey. O'chirib qo'yishingiz mumkin. Yana bitta e'tibor qaratish kerak bo'lgan holatlardan bittasi, misol uchun sizda operativkangiz obyomi, ya'ni hajmi kichkina bo'lishi mumkin. 4 GB bo'lishi mumkin yoki 6 GB bo'lishi mumkin. Bizani holatimizda ishchi maydonimizda e'tibor beramiz. 6 ta, ya'ni mana bu lokal tarmog'imiz uchun 6 ta host hosil qilishimiz kerak edi. Har biriga misol uchun 2 GB dan bersangiz 12 GB talab qiladi. Sizda bor yo'g'i 4 GB operativka bor. O'shanaqa holatlarda siz o'rnatib bo'lgandan keyin buni operativ xotirasini kamaytirib qo'ysangiz ham bo'ladi bemalol. Bu uchun nima qilasiz? Yana настроить bo'limiga kirasiz. O'sha sistema bo'limiga kirib, operativniy pametni misol uchun 512 megabaytga nima kichraytirib qo'yishingiz mumkin. Aynan xuddi mendagi holatga o'xshab, aynan 3 ta emas, balki bitta kompyuter vositasida ham o'sha ishchi maydonda, laboratoriyada tekshirib ko'rishingiz mumkin dars jarayonlarini. Yuqoridagi jarayonda e'tibor bergan bo'lsangiz, ustanovka jarayoni ancha uzoq davom etgan. Aslida bu video kursda qisqartirilgan holatda ko'rsatilmoqda hozir sizga. Mana shu proseslarni, ya'ni ustanovka jarayonini yana qaytarmaslik uchun xodim, administrator kompyuterlarini demak klonировать qilib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Mana yaratildi, bu tayyor bunaqasi. Birinchi holatda qarang. Nositel bo'limiga kirib boya, ya'ni diskovodimizda faraz qilamiz, virtualniy turibdi bu. Faraz qilamiz, bu realniy kompyuter deylik. O'sha realniy kompyuterda diskovodi disk qolib ketdi. Mana shu narsani diskka nima qilib qo'yishimiz kerak? Chiqarib qo'yishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda mana diskovod tanlaymiz. Diskovod tanlaganimizdan keyin mana bu yerda изъять disk из провода. Mana shu narsani, ya'ni diskovoddan chiqarib qo'ydik. Okey, bo'ldi, tanladik. Klonировать qilamiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana o'ng knopkasini bosasiz, klonировать tanlaysiz. Klonировать tanlaganingizdan keyin bu yerga misol uchun xodim deb qo'yishingiz mumkin. Xodim. Mana bu yerda mana bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan bittasi, mana xodim deb tanladik. Mana xodim deb yozdik. Mana bu yerda птичка qo'yish shart, галочка. Sababi сгенерировать новый MAC адрес для всех сетевых адаптеров. Ya'ni barcha sетевой adapterlar uchun demak boshqa yangi MAC adres hosil qilish kerak. Bu asosiy shartlardan bittasi. Вот. Продолжить полное клонирование. Связанini qo'ymang. Sababi bittasida qanaqa o'zgarish ketsa, ikkinchisida ham xuddi shunaqa o'zgarish paydo bo'ladi keyinchalik. O'shaning uchun полное клонирование alohida ajratilgan klonирование tanlab qo'yish maqsadga muvofiq. Mana xodim kompyuteri ham yaratildi. Endi keyingisi, misol uchun administrator. Bu yerda ham xuddi shunaqa jarayonni hozir qilamiz, klonировать. Bu misol uchun administrator. Mana xodim administrator kompyuterlarini ham hosil qilib oldik. Start Windows normally. E'tibor bering, hozir 3-talabani ham ishga tushirsam, ekran xuddi shunaqa, sababi klonировать qilingan. Farqli jihati mana menyuda o'sha har bitta virtual mashina ochilganda administrator, xodim deb asosiy ключевой joydan farqlashingiz mumkin yoki kirib bu yerga kirib yangi pользователь yaratib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun administrator kompyuter bo'limiga kirasiz, o'ng knopkani bossangiz, bu yerda управление, ingliz tilida manage bo'limiga kirasiz. Локальные пользователи группы, local users and groups, пользователи
users administrator aktiv holatga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Proset 123 okey. Buni svoystvasidan properties bo'limidan account is disabled bo'limini olib tashlaysiz. Logov qila qolaylik. Выход. Mana administrator bo'lim nafas paydo bo'ldi. 1 2 3. Bu yerda ham xuddi shunaqa 1 2 3. 1 2 3. Manage bo'limiga kiramiz. Local users and groups. Users administrator emas, yangi pользователь yaratamiz misol uchun. On knopkani bosasiz, новый пользователь, new user, xodim. Parol 1 2 3, parol 1 2 3. Okey. Chiqib ketsangiz bo'ladi bundan. Так. Logov. Xodim 1 2 3. Yangi parolni o'zgartirish talab qildi. Ishdan chiqdi. Has been changed. Tak, administratorni tanladik. Talabani o'chirib tashlasak ham bo'ladi bunda. Manage bo'limiga kirib, talabani o'chirib tashlasak yoki inaktiv holatga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi. Delete. Talaba useri o'chdi. Bu administrator kompyuterida. Bu yerda ham xodim mana. Manage bo'limiga kirib, parol, ya'ni oddiy pользователь yaratib qo'ydik biz, o'shaning uchun. Misol uchun talabani o'chiraman dedik, mana o'chirdik. Xo'p. Demak, mana bizda e'tibor beramiz, uchta pользователь ega bo'lgan kompyuter yaratildi. Bu administrator va uchinchisi talaba. Lekin uchta kompyuterni ham, misol uchun texnik deylik, imkoniyatlari bir xil. 512 megabaytdan operativkasi bor, 32 gigabaytdan virtual hard tashkil qilindi. Mana talaba yerda ko'radigan bo'lsak, log bo'limini tanlab, ko'radigan bo'lsak, log administrator, mana administrator, talaba xodim. Bizda uchta kompyuter tayyor, ishchi holatiga tayyor. Demak, shunaqa taxlitda buni o'chirsak ham bo'ladi. Tak. Uchta kompyuter hosil qildik. Shu taxlitda demak biz Windows Server 2016, Debian Linux web serverlarini demak o'rnatib olishimiz mumkin. Bu demak buni o'rnatishni ko'pchilik biladi. Windows Server ham, Linux ham o'rnatishni biladi. Demak, bu darsimizni yakunlasak bo'ladi. Keyingi darsimizda Kerio Control Firewall'ni o'rnatishni ko'ramiz.